Yo'qsiz? Hammaga assalomu alaykum do'stlar, tuzumizlar charchamayapsizlar. Mana ko'rasizlar, men Prolajinani VB. Hozirga yaqinroq keling, hozir ko'rsataman, qaranglar. Mana. Smena to'g'rimi? Men bugun ishlayapti smenada ko'rsanglar, men 4 soat ketgan, 4 soat qolganda, mana 600 ming so'm smena 8 soat liniyada bo'lish kerak. Aprilda mana soatlarni ko'rsatib qo'ygan 7 dan 9 gacha 3 ta zakaz qilsangiz 30 mingdan bonus beradi misolan. 7 dan 9 gacha hammasi ko'rsatib qo'yilgan, bonuslari ham bor. Bu дополнительный bonusda. Nima deb o'ylaysiz? Mana shu vaqtgacha nechta zakaz qilingan mana shu profil meni ko'rib turibsizlar. Hozir ham liniyada. Mana 600 ming garantiyali summasi bor. Masalan ko'rsataman, hozirgacha nechta zakaz qilgan mana zakaz. 0. Zakaz qilmasanglar ham eng qizig'i zakaz qilmasanglar ham pulinglarni beradi. Qatta ko'proq tursangiz bo'ladi. Hozirgi vaqtda ko'rasizlar, o'zinglar shaharda o'zi sentrda tursangiz, ko'p shoferlar 10 tadan ko'p zakaz qilib qo'yaman, aka deyapti. Men sizlarga zo'r maslahatim beraman. Shu zo'r men betonka tomoniga qarab yuringlar. O'sha yerda o'zi bitta joyda 40 minut turasizlar. 40 minut turgandan keyin yana bir 3-4-5 kilometr aylanib kelinglar, yana o'sha joyda turinglar 40 minut. Kamroq zakaz qilsanglar ko'proq pul topasizlar. Nima qilasizlar? Kopeyka pul bo'lyapti, o'zinglar ko'rasiz. Kartadan zakaz qilsa klientlar, kartadan zakaz qilsa 50% skidka bo'lyapti klientga. Sizlar naborot bu joyda yutqizib qo'yasizlar. Sizlarga eng zo'r maslahatim shu betonka, yangi Toshkent, shu tomonlarda yurib vaqtinglar o'tkazib olsanglar bo'ladi. Xudo xolasa brend ochilsa aytaman, o'sha brendni ham yopishtirib, men sizlarga eng zo'r lokatsiyani aytdim. Hozirgi vaqtda o'sha yangi O'zbekistonga borib betonkada bemalol yursanglar bo'ladi. Bitta joyda 40 minut turdingiz, 40 minutdan keyin bir 5 kilometr aylanib kelasiz. Yana o'sha joyda 40 minut turasiz. Bemalol mana ishlab soqqani bossanglar bo'ladi mana. Ko'rasizlar, Prolajina hech qanday lekin koeffitsientlari yo'q. Ko'rib turibsiz. Lekin narx-navo ham karta bilan zakaz qilsa, как будто Yandex bilan bir xilroq. Hammaga sovet, kim ishlamoqchi bo'lsa shu kommentariyaga yozinglar Filiz so'zini do'stlar. Hammaga omad, подписка обязательно bo'lib qo'ying shu kanalga. Like bosib, o'rtoqlaringizga jo'natib qo'ying.